Men Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi 11-sinf o'quvchisi Mamirova Mashhura bo'laman. O'z yo'nalishim bo'yicha maksimal ballni qo'lga kiritdim. Mening bu natijam bir kunda yoki faqatgina omad bilan kelgan emas. Har bir muvaffaqiyat ortida sinovlar, qiyinchiliklar va ulardan chiqarilgan saboqlar bo'ladi. Men ham ba'zida qiynaldim, ba'zida xatolarga yo'l qo'ydim, ammo har safar o'zimga bu tugadi degani emas, bu hali boshlanishi deb aytdim. Bu yo'lda menga Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabida o'qishim juda katta yordam berdi. Ustozlarimning qo'llab-quvvatlashi, sinfdoshlarim bilan bo'lgan doimiy raqobat men uchun juda katta ilhom manbai bo'ldi. Hozirda 11-sinf o'quvchilaridan 7 nafari 189 ballni to'plagan bo'lishsa-da, boshqa o'quvchilarda ham Bilimni baholash agentligi tomonidan tavsiya etilgan sertifikatlardan ma'lum bir qismi bor va ular hozirda 180, 178, 167 ballarni to'plagan o'quvchilarimiz ham talaygina. 11-sinf o'quvchisi Muhammadova Azizaman. Men ushbu maktabda 2020-yildan beri tahsil olmoqdaman. Bu tahsil olishim mobaynida bir qancha yutuqlarga erishdim. Jumladan, ingliz tili va ona tili yo'nalishi bo'yicha 189 ballni qo'lga kiritdim. Bundan tashqari, sportga ham qiziqaman. B2 sertifikatim bo'lishiga qaramasdan, ingliz tilini mukammalroq o'rganish uchun IELTS sertifikatiga ham tayyorlanyapman. Qolaversa, arab va turk tillarini ham o'rganyapman. Mening o'zimdan kichik uka va singillarimga tavsiyam, ular o'zlarining oldigan maqsadini aniq qilib qo'yib olsin va u maqsadga erishish uchun o'zlariga maxsus time management, ya'ni to'g'ri kun taqsimotini tuzib olishsin. Shundagina ular maqsadga aniq erisha oladi va yaxshi natijani qo'lga kiritadi. Men Xolnazar va Shahzoda 11-sinf o'quvchisiman. Hozirda o'zim tanlagan Jahon tillari universitetining ingliz tili va ona tili yo'nalishi bo'yicha 189 ballni sohibasiman. Men hozir bo'sh vaqtlarimda koreys tili bilan shug'ullanmoqdaman. Buning sababi esa Koreyaning bir qator nufuzli universitetlariga qiziqish bildirib, unga hujjat tayyorlab, o'sha universitetlarga topshirmoqchiman. U yerni Koreyaning madaniyatlari va maktab tizimini o'rganib, O'zbekistonga ham tatbiq qilishdir. Maktabimizning 60-70% o'quvchilari Bilimni baholash agentligining sertifikatlarini qo'lga kiritishmoqda.